Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ahli guruhdoshlar, ahli uzum shunavandalar, dehqonlar hamma sog' salomatmi, charchamasdan tinchmisizlar. 17-yanvar sanasi biz mana Xudo xolasa chilla suvini berishni boshladik. Ya'ni chilla 25-dekabrdan 5-fevralgacha chilla deyiladi. O'sha paytda yaxshilab havo harorati minus darajaga yetganda yaxshilab yerda muzlatib sug'organ afzal. Chunki yerdagi har xil zarar kunanda hasharotlar nobud bo'ladi va yer almashadi, g'ovakligi oshadi, unumdor bo'ladi xudo xolasa va o'ziga zaxira ham qilib oladi suvni. 1 metr, 1,5 metrgacha yerga suv kirib ketadi va erta bahorda adashib kelgan sovuqlar ham ta'sir qilmaydi va kechroq uyg'onadi. O'shancha bu chilla suvini berishimiz kerak. Eng afzal narsa bu. Mana xudo xolasa endi bu qancha ko'p oqizib qo'ysa o'shancha yaxshi. Kimda suv bo'lsa albatta bu chilla suvini bergani yaxshi. Salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Bu yil hammani xirmoni barakatli bo'lsin, uzumlari yaxshi bo'lsin, bog'lari barakatli bo'lsin. Salomat bo'linglar.